Hay, yaxshimisilar do'stlar, sizlar shunda o'ylamsizlar, lag'manninki huzuri yanada boshqacha ekan. Har xil sarxil tomoqlarni etib yeydiganmiz, yanala uyimizda necha vaqt qaynab turgan mush lag'manimizninki huzuri boshqacha ekan. Shuningga bugun cho'nglarni asos qilgan asosda o'zgacha mush chamg'ur lag'man etishni olib keldim. Chamg'ur lag'manning etish usuli intayin oddiy yeyishlik bo'lib, bir ko'rsanglar o'rganalaysizlar. Buning ketarlik asosli materialimiz bo'lsa chamg'ur olgan vaqtimizda tatliqroq chiqadigan shu kalpin chamg'urdek chamg'urlarni tanlasak bek yaxshi bo'ldi ekan do'stlar. Bugun mening ishlatganim bo'lsa kalpin chamg'uri saymi va shu o'xshabdi. Buningdan boshqa go'sht, piyoz, qizil ko'klarda shoxillarni videoda ko'rsatilgandek to'g'ri olgandan keyin qazimizga oz miqdorda moy quyib, go'shtni silib, go'sht qizargacha bir qo'rib olamiz. Go'shtimiz qizargandan keyin buning piyozni silib, piyozni bir ozroq qo'rib olgandan keyin muvofiq miqdorda tuz, janyo ozroq qizartirganlar silib, bularni 2 minut atrofida bir qo'rib olgandan keyin shoxilimizni silib, shoxilimizning suvi chiqishi bir qo'rib olamiz do'stlar. Bundan keyindilla tayyorlab olgan chamg'urimizni silib, chamg'urni uzoqroq bir qo'rib olsak, taxam yaxshi pishadi. Ko'rib mushaygich kepsizlar, meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutqanmanglar. Buningdan keyin taxam yaxshi bo'lgan sarxil mazmunlarni o'zingizlar sunish uchun izchil turda terishiman. Mana ko'rganinglardek chamg'urni azroq pishqich qo'rib olgandan keyin tayyorlab olgan qizil ko'klarza, samsoq va uningda boshqa yaxshi ko'rishimizga asosan azroq ko'ksaylarimizni silib, buni bir qo'rib olgandan keyin cho'zlik muvofiq miqdorda suv chechib turib, yana azroq qo'rib olamiz. Anda tuz ta'min etibla silib tayyor qilib olgan cho'pimizning ustiga qo'yib iste'mol qilsak bo'ladi. Intayin yeyishlik bo'lgan uzoqlik qiymati yuqori. Biz doim yesakmiz zerikmaydigan chamg'ur lag'manimizni tayyor bo'ldi do'stlar. Ma'qul usulda lag'man etib bersanglar do'stlar, hech kim qolmaydi sizlarni maqtamagan. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak besib, intaz rayniga meni qo'llash ustinchi haqsiz gulronlarni yo'llab qo'yishni unutmanglar. Xayr xo'sh.